Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ertaga 30-mart Ramazon Hayit bayrami. Barchangizga Hayit muborak bo'lsin. Alloh taologa hamd va sanolar hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Roza tutganlarga mukofotlar muborak bo'lsin. Jannatdagi Rayyon eshigi muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatda bir eshik bor. Uni Rayyon deb ataladi. Qiyomat kuni undan ro'zadorlar kirishadi. Ulardan boshqa hech kim undan kirmaydi deganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Do'zaxdan uzoq bo'lish muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir banda Alloh yo'lida bir kun roza tutar ekan, Alloh taolo uning yuzini shu tufayli 70 kuz 70 yillik masofada do'zaxdan uzoq qiladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Rozaning shafoati muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza va Qur'on ikkisi qiyomat kuni bandani shafoat qiladi deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Alloh taologa ro'baro bo'lganidagi xursandchilik muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbisiga yo'liqqanda ro'zasi ila xursand bo'ladi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Do'zaxdan omonlik muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda har kecha Allohning do'zaxdan ozod qilinadiganlari bo'ladi deganlar. Imom Termiziy rivoyati. O'tgan gunohlaringiz kechirilgani muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim iymon bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deganlar. Imom Nasoiy rivoyati. Qabul bo'lgan duolar muborak bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zadorning duosi rad etilmaydi deganlar. Imom Ibn Hibbin rivoyati. Allohning mukofoti muborak bo'lsin. Alloh taolo hadisi quddusiyda aytadi: "Faqat roza men uchundir va uning mukofotini ham o'zim berurman." Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Alloh taolo o'z muvaffaq etib tutgan rozalarimizni dargohida qabul aylasin. O'zining roziligi bilan mukofotlasin. Barchangizga Hayit muborak bo'lsin. Alloh taolo xonadoningizga tinchlik, omonlik hamda xotirjamlik bersin. Allohning yo'lida qilgan ibodatlaringizni hamda tutgan ro'zalaringizni o'z dargohida qabul etsin. Ramazon hayiti Idul Fitr deyiladi. Bu kun musulmonlar uchun xursandchilik, shodlik, kengchilik kunidir. Bu kun o'zgacha shukuh va fazilatga ega. Musulmonlarning ikki muborak bayramlaridan biri hisoblanadi. Shu kuni masjidlarda Hayit namozi o'qiladi. Hayit namozi quyidagi tartibda ado etiladi. Avvalo, 2 rakat Idul Fitr namozini ushbu imomga iqtido qilib, xolis Alloh taolo uchun ado etishni niyat qildim deyiladi. Imom Allohu akbar deb birinchi takbirni aytgach, jamoat ham qo'llarini quloq barobarida ko'tarib, ichida takbir Allohu akbar deb aytadi. Keyin qo'llar bog'lanib, har kim ichida sano duosini o'qiydi. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. So'ngra imom 3 marta takbir aytadi, jamoat ham unga ergashadi. Birinchi va ikkinchi takbirda qo'llar yon tomonga tushiriladi. Uchinchi takbirdan so'ng qo'llar bog'lanadi. Allohu akbar. Imom Fotiha surasini va Zam sura o'qiydi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. So'ng takbir aytib, ruku va sajdalar ado etiladi. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Shundan so'ng ikkinchi rakatga turiladi. Imom Fotiha surasini va Zam sura o'qiydi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Imom Fotiha surasi bilan Zam sura o'qigach, rukuga bormay turib, xuddi birinchi rakatdagi kabi 3 marta takbir aytadi. Har takbir aytilganda qo'llar quloq barobar ko'tariladi va yon tomonga tushiriladi. 4-chi takbirda qo'llar ko'tarilmasdan rukuga boriladi va sajda qilinadi. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. So'ngra at-tahiyyat o'qiladi, salavatlar o'qiladi va duo o'qiladi. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. So'ng salom berilib, namoz tugatiladi.
السلام عليكم ورحمة الله.